Sura Kahfni fazilatlari. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, kim 10 oyat Sura Kahfni avvalidan hifz qilsa, fitnai dajjoldan hifozat qilinadi. Sahih Muslim. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, kim oxir 10 oyati Sura Kahfni o'qisa, dajjolni fitnasidan hifozat qilinadi. Imom Nasoiyga kelgan. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, juma kuni kim Sura Kahfni o'qisa, 2 jumani o'rtasiga unga nur bo'ladi. Sahihul Jami' Albani. Buxoriy va Muslimga kelgan Nabiy sallallohu alayhi vasallam Usayd ibn Hudayrga aytgan ekanlar, vaqtiki Sura Kahfni o'qiganga osmondan bulut tushgan ekan, malaikalar bilan billa. Har kim uyiga o'qisa, malaikalar tushaykan. Aw kama qala alayhi salatu vassalam. Va ma'noi kalimai dajjal ay ko'p yolg'on aytuvchi, yolg'onchini aytadi. Va ham aldovchini aytadi. Pushida, push qilishda aytadi. Kalimai dajjal push qilishda aytadi. Haqni botil bilan billa pushlaydi, mardumni aldaydi. Shuni dajjal deb aytiladi. Shu hadislardan ba'zi ulamolar shundan hikmat chiqargan ekan. Dajjal oxir zamondagi dajjal o'shadir. Undan ilgari ham shu zamonimizga dajjollar va yolg'onchilar va mardumda aldab yo'ldan chiqarayotganlar bor. Har kun mana shu Sura Kahfni davomdor o'qib yursa, shu zamondagi dajjal yolg'onchilarning fitnalaridan najot topadi.